Yakkasaroy tumanida xuddi shunaqa planirovkali 2 xonali kvartirani 85-90 dan kamiga topa olmaysizlar. Mana shu ko'rib turgan kvartiralar 3 xonali kvartira. Planirovkasi bo'yicha 3 xona, 2 xona, 3 xona qilingan emas. Narxi 129 ming edi. Hozir srochna narxi tushdi. 121 mingga tushdi. Bu zali mana 5 ga 5 zal. Kattagina mana shunaqa zal. Bu divanная zona. Hop, bu televizor zonasi. Demak, kirib kelishidan tushuntiraman. Kirib kelish. Bu yerda mana shunaqa shkaf qilib qo'yilgan. Bu zali. Bu yerda umumiy yuvinish xonasi. Kattalar uchun yotoqxonasi. Va bu yerda esa bolalar uchun yotoqxona. Bu hojatxonasi alohida. Va alohida esa oshxona. Kvartira haqida ma'lumotni videoning tagida yozib qo'yamiz. Kelinglar, srochna baraka qilamiz. Kvartira Yakkasaroyda, Bobur ko'chada joylashgan. Mo'ljal shunday aeroport mosti.